Assalomu alaykum Fayzli xonadon kanalimizni kuzatib boruvchilari, sizlar uchun Fayzli shinamgina xonadon topib qo'yganmiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Xo'jamliki mahallasida joylashgan. Yuringchi operator. Uyimiz 40 sotixga joylashgan. Yuring operator, hozir bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Narx kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, oxirida narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Oldiga shunaqa hovuz qilib qo'yilgan. Огородimiz shunaqa katta bo'ladi. Uyimiz 40 sotixga joylashgan. Ariq ham yonida. Ko'cha yonida. Ariqdan doim suv kelib turadi. Bog'bonchilik qilaman desangiz, bemalol hamma sharoitlari bor. Hamma sharoitga ega bo'lgan xonadon. Birinchi operator. Hozir ichkarisiga kirib ko'rsatamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqarishlaringiz mumkin. Yuring operator. Hovlimizga kirganimizda mana shunaqa oshxona uchun terasga qilib qo'yilgan. Ichkariga kirib birma-bir ko'rsatamiz. Operator. Shunaqa katta bitta xona, hozircha oshxona qilib qo'yilgan. Bu yerda yana ikkita xonalar bor. Hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda mana shunaqa katta yotoqxona. Bu yerda yana 5 ga 3,5 metrli mehmonxona qilib qo'yilgan, o'zlari yashab turgan xonadon. Uyimizning narxi egalari 200 million so'rayapti. Kami bor. Bemalol aloqaga chiqarishlaringiz mumkin. Bu narxi uncha qimmat demasdan bir telefon qilib ko'ring. Ko'nglidan joy olsangiz, ancha arzon qilib beradi. Uyimiz to'rxona 40 sotixga joylashgan edi. Remontlari operator bir ko'rsatib o'rasiz. O'rtacha o'zlari yashab turgan xonadon. Agar olsangiz, o't-betiga qarab olasiz. Shinamgina Fayzli xonadon. Pastdagi nomerlar egasiniki bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa reklama xizmatlarimiz kerak bo'lsa, tepada nomerlar bor. Fayzli xonadon kanali doim xizmatingizda.